Salomatmisizlar. Bugun biz sizlar bilan oddiy va o'nliq kasrlar ustida amallar mavzusini o'tamiz. Oldi bilan oddiy kasrni nimaligini esimizga solib qo'yaylik. Agar bizning son a bo'lingan b turida yozilgan bo'lsa, shunday sonni oddiy kasr deb ataymiz. Bu yerda a deganning surati b mahraji. Oddiy kasrlarning bir necha turi bor. Birinchisi oddiy kasrlar. Oddiy kasr deb surati mahrajini oz kasrlarni ataymiz. Masalan, 7 dan 3, minus 31 dan 15, 1000 dan 351 degandek. Oddiy kasr deb a bo'lingan b turida berilgan sonlarni ataymiz. Bu yerda a degan surati b mahraji. Oddiy kasrlar to'g'ri bo'lishi mumkin, ya bo'lmasa noto'g'ri kasrda berilishi mumkin. Agar surati mahrajini oz bo'lsa, bunday kasrni biz to'g'ri kasr deb ataymiz. Surati mahrajidan jiq bo'lsa, bunday kasrlarni noto'g'ri kasr deb ataymiz. Shu vaqtida noto'g'ri kasrlarni hisoblaganda biz oldi bilan bularni aralash kasr turiga keltirishimiz kerak. Uning uchun 7 ni 3 ga bo'lsak, qancha butun chiqadi desanglar, 2 butun chiqadi. Qoldiq 1 bo'lgandan keyin 3 dan 7 ni 2 butun 3 dan 1 deb aralash kasr turida yozib olamiz. Masalan, minus 15 dan 31 bo'lsa, uni 31 ni 15 ga bo'lsak 2 butun, 2 ni 15 ga ko'paytirib atsanglar 30. Shu vaqt 31 ni 30 ni yozganda qoldiq 1 degan bunun suratiga yozildi. Shundaqla 1000 ni 351 ga bo'lsak, 2 butun 351 dan 298 chiqar ekan. Endi oddiy ve aralash kasrlarni qo'shish ve elish usullarini kelaylik. Aralash kasrlarni qo'shish ve elish uchun beshida biz butun sonlarni butun sonlar bilan qo'shamiz. Mahrajlarini bo'lsa umumiy mahrajiga keltiramiz. Masalan, 12 butun 10 dan 7 elingan 5 butun 4 dan 3 qo'shilgan 6 butun 5 dan 1 ni hisoblasak, butunlardan 12 dan 5 ni yozsak 7, 7 ga 6 ni qo'shsak 13 butunda butunni birdilla yozib olamiz. Endi mahrajlarga qaraymiz. 10, 4 ve 5. 10 bilan 4 ning umumiy mahrajisi deganimiz 20 bo'ldi. Eng kichik umumiy bo'lguvchisi ham 10 ga ham 4 ga bo'linadigan son u 20. Endi qaraymiz, bu 25 ga bo'linamdi, bo'lindiki, shu vaqtida mahrajini 20 deb olamiz. Ya bo'lmasa 4 bilan 5 ga qarasizlar, bu 4 bilan 5 ning umumiy bo'linadigan soni yo'q. Shuning bilan biz o'zaro oddiy sonlar deb ataymiz. Shu vaqtida 4 ni 5 ga ko'paytsanglar 20. Endi tekshiramiz, 20 10 ga bo'linamdi, bo'lindi. Shu vaqtida mahraji umumiy mahrajini 20 deb olamiz. Bo'laylik. 20 ni 10 ga bo'lsak 2, 4 ga bo'lsak 5, 20 ni 5 ga bo'lib atsak 4 deb buni qo'shimcha sonlarni yozib olib ko'paytirib chiqamiz. Endi 7 ni 2 ga ko'paytsak 14. Qanday belgi tuzish shunday yozamiz. Bu yerda minus turdi, shuni minus yozamiz. 5 7 3 15 qo'shilgan 1 7 4 4. Endi qo'shish elish usulini o'rin almashtirish bo'ldi degandan keyin biz beshida 14 ni 15 ni almasdan 14 ga 4 ni qo'shamiz 18, 18 ni 15 ni yozsak 3 qoldi. Shu vaqtida javobi 13 butun 20 dan 3 qoldi. Qarasizlar, har qachon kasrda qarasizlar, surati bilan mahraji qisqaradigan bo'lsa qisqartsizlar. Men 3 bilan 20 qisqarmaydi, shuni mashta yozib qo'yamiz. Endi ikkinchi misolga menda agar butun sondan aralash kasrni elish kerak bo'lsa, u vaqtida bunday qilsak bo'ldi. 9 butunni aralash kasr turida 9 dan 1 ni yozsak 8 butun qoldi. Endi ikkinchi kasrni qaraymiz. Ikkinchi kasrning mahraji 15 bo'lsa, biz 1 butunni 15 dan 15 deb yozib olsak bo'ldi. Alimiz 6 butun 15 dan 8 ni teng. Endi abekindagi butun sondan butunni yozsak 2 butun mahraji 15, 15 dan 8 ni olsanglar 7 qoldi. Endi aralash kasrlarni ko'paytganda oldin ola biz aralash kasrlarni noto'g'ri kasr turiga aylantirib olib, keyin suratlar bilan mahrajlari qisqaradigan bo'lsa qisqartib etamiz.
Qisqartib olgandan keyin qolgan ko'paytgichlarni surati bilan suratini, maxraji bilan ko'paytamiz. Endi bir misol chiqarib aytaylik. Masalan, 3,5 dan 3ni 1,4 dan 1ga ko'paytinglar desam, aylantiraylik. 3ni 5 ga ko'paytsak 15, 15 ga 3ni qo'shsak 18. Shu vaqtda yozamiz. 5 dan 18 ko'paytilgan 1,4 dan 5ni aylantirsak, butun sonni maxraji ko'paytamiz. 4, 4 ga 1ni qo'shib etsak 5. Shu vaqtda bo'ldi 4 dan 5. Endi bu yerda 18 bilan 4ni 2ga qisqartib etsak bo'ldi. 2 bilan 9 qoldi. 5 bilan 5 ketadi 1. Shu vaqtda 2 dan 9. 2 dan 9 noto'g'ri kasr. Shuni butun sonni aylantirib etsak, sizlar bundaq endi bu yerda o'ng'aysan. Shuningdek 9ni 2ga bo'lib 4 butun 4 2 8 qoldiq 1 desa, shu vaqtda biz 4 butun 2 dan 1 deb yozalaymiz. Aralash kasrlarni bo'lganda oldin ularni noto'g'ri kasrga aylantirib olamiz. Keyin birinchi kasrni ko'chirib yozib, ko'paytirilgan belgisini qo'yib, ikkinchi kasrni o'rnini almashtiramiz. Undan keyin oddiy ko'paytirish amallarini o'rlaymiz. Masalan, 2,9 dan 4 bo'lingan 3,3 dan 2ni birinchi punktda 2ni 9 ko'paytib 18, 4ni qo'shib etsak 22, 9 dan 22 bo'lingan 3 yerda 3 9, 2ni qo'shsak 11, 3 dan 11 deb aralash kasrlarni noto'g'ri kasrga aylantirib oldik. Endi birinchi kasrni ko'chirib yozamiz, ko'paytirilgan belgisini qo'yib, ikkinchi kasrni o'rnini almashtiramiz. Shu vaqtda 11 dan 3 qoldi. Endi ko'paytirilgan tug'anda surati bilan maxrajini qisqartib etsak bo'ldi. Bu yerda 22 bilan 22 qisqarib ketadi. Bu yerda 22 bilan 11ni qisqartib etsak, 11 ga 1, 2, 9 bilan 3ni 3 ga qisqartib etsak 1, 3 qoldi. Shu vaqtda surati bilan suratni qolgan sonlarni ko'paytib chiqamiz. 2 yerda 1, 2, 3 yerda 1, 3. Shu vaqtda bo'ldi 3 dan 1. Endiki kasrning turi o'nliq kasr. O'nliq kasr deb A butun pesh orqali yozilgan sonlarni ataymiz. Masalan, oddiy kasr 2 dan 1ni o'nliq kasr turida 0,5 deb yozilishi bo'ldi. Bu qanday chiqdi desanglar, biz 1ni bundaq 2 ga bo'lsak, 1 2 ga bo'lmaydi deymiz, 0 butun yozib olamiz. Endi mayk bir tal 0'likni yoza olamiz. 10ni 2 ga bo'lsak 5. Shu vaqtda chiqdi 0,5. Yoki bo'lmasa 2 dan 1ni 10'liq kasrga aylantirish uchun biz mayda maxrajida 10 qilishimiz kerak. Shuning uchun kasrning asosiy xususiyati bo'yicha surati bilan maxrajini o'xshash son ko'paytib bo'lsak bo'ldi. Biz mayda 2 dan 10 chiqarish uchun surati bilan maxrajini 5 ga ko'paytiramiz. Shu vaqtda bo'ldi 10 dan 5 yoki 0,10 dan 5. Shundaqla chiqarib biz 4 dan 1ni chiqarib etsak bo'ldi, 0,125 bo'ldi. 5 dan 1 0,10 dan 2 chiqdi. 8 dan 1 0,1000 dan 125. Shu kasrlar jiq chiqdi bizda. Shuning uchun endi jiq chiqaraverganki biz yodlab olishimiz mumkin. Bu yerda yana yozib ketadiganimiz 10 dan 1 bo'lsa, uni 0,10 dan 1 deb yozamiz. 100 dan 1 bo'lsa, masalan, 100 dan 3 olsak, 0,100 dan 3 bundaq o'nliq kasr turida yoza olamiz. Yana jiqshiladigan kasrlarning biri u 4 dan 3. 4 dan 3ni qaranglar. Biz 4ni 10'ga keltirolmaymiz. Eng yaqin son o'nliq kasrlarni 10, 100, minglardan 100. Shu vaqtda 100ni 4 ga bo'lib etsak, surati bilan maxrajini biz bu yerda 25 ga ko'paytirib etsak, mayda qoldi 75. Shu vaqtda chiqdi 0,100 dan 75. Endi sizlarda hisoblarda oddiy kasr, aralash kasr, o'nliq kasr hammasi bir hisobda kelishi mumkin. Shuning uchun biz hisobga qarab, qaysi bizga o'ng'ay bo'lsa, shuni ishlatamiz. Oddiy kasrlar kerak bo'lsa, buni birinchi so'ng tarafdagini ishlatamiz.
Onluk kesirler bolsa, onluk kesirlerini elip hesaplasak boldu. Onluk kesirlerini qo'shib alganda biz birinchi mundaq qilsak boldu. Onluk kesirlerini addiy kesir türüge keltirip elip, keyin ularni qo'shib alsak boldu. Yoki bo'lmasa jadval usulida sложение stolbik chiqarsak bo'ldi. Masalan, 12,dan alamiz 5,25 ni. Birinchi usul bo'yicha biz 12,ni qo'yamiz 5,25 ni abeki buni jadval qarab olsak, yani keyin ko'rsatib yana bir qatim 100dan 25 deganimiz bizda 4dan 1 chiqadi. Endi bütün sandan aralash sonini olganda bütün sandan 12dan 1ni yozsak 11,4dan 4 deb aralash kesir turida yozib olamiz. Elingan 5,4dan 1. Məxrəcləri o'xşadı. Bütündən bütünni alsaq 6. Məxrəcləri o'xşar. Şu vaxtda 4dan 3 çıxdı. Bunu endi onluq kesirge aylandırıb etimiz desənglər, 4 tusu hər qaçan 25 köpəyetimiz. Sürütü bilen məxrəcini şu vaxtda da çıxdı 6,100dan 75. Mana biz birinci usul bilen çıqırıb aldıq. Beşide onluq kəsirini addiy kesirge türüge aylandırıb elip, keyin gerek bolsa onu yanına onluq kesir türüge köst koyduk. İkinci usul boyunca biz ne qilamiz ki bunu 12,5 elingan stolbik yazib olsak 5,125 deb yozamiz. Endi bu yerda qo'shish elishda butun sonning ostida yozilishi kerak. Yetmagan yerga bundaq pesh qo'yib 0 larni yozamiz. Endi peshga qarmasdan alamiz. Şu vaqtida mendan evasak 9, 10 qaldı. 10dan 5ni alsak 5, 7, men 11 qaldı. 11dan 5ni versak 6. 5 plus minus turganda har qachon peshning ostida qoldi. Ko'ringanidek ikkili javobi o'xshash chiqdi. Albatta o'xshash chiqishi kerak. Katta to'xtalishi nima deydi? Endi onluq kesirlarni ko'paytganda biz qo'shish elishda peshning ostida turdi desak, ko'paytilgan turganda biz peshga qarmay ko'paytamiz. Ko'paytgichlarni ondan keyin javobida bizda shu ko'paytayotgan onluq kesirlarda peshdan keyin qanchalik son bo'lsa, shuncha belgiga o'zgartamiz. Masalan, 4,10dan 6ni 2,125 ga ko'paytganda biz peshlarga qarmasdan 5ni o'rin almoqchiq hech nima o'zgarmaydi. Shuning uchun 2,125 ni birinchi yozib olay, u uzunroq son bo'lg'achqa. Ikkinchisini 4,10dan 6 buni peshning ostiga yozmasdan 4,10dan 6 deb bundaq podrяд yozyapmiz. Endi ko'paytamiz. Peshga qarmay ko'paytamiz. 5 7 6 30, 7 3 tushdi, 6 7 2 12, 4 7 5 20, 2 tushdi 8. Endi qo'shib olamiz. Shu vaqtda 0 3 4 9. Mana peshga qarmay hisoblab oldik. Endi peshdan keyin sonlarni sanaymiz. 1 2 3. Umumiy 3 son bo'lgan keyin peshni buni javobida so'ng tarafga 3 belgiga o'zgartamiz. 1 2 3. Shu vaqtda peshni mega qo'ysak, javobi bizda bo'ldi. Mega qo'y 9,100dan 43. Onluq kesirni endi sonlarga bo'lsak, agar onluq kesirni butun songa bo'lsak, biz bu yerda butun sonni butunga bo'lamiz. Butun son yetmasa, ashada pesh qo'yib bo'lishni davomlashtiramiz. Masalan, 13,100dan 58ni 4 ga bo'lganda, mayli bo'lganda 13,100dan 58 bölümümüz 4 ga. Üçü de 13'ten almaz. 13'ün 4 ga bölsek 3, 12 barıp düşürdü. Endi qaranglar, pesh bitdi go, poэтому bütün son bitgandan keyin men 3dan keyin сразу peshni qo'yibdilar. Şu vaqtda da 5ni tushiramiz. 15ni 4 ga tushsak, ya'ni 3dan 12 men 38 qoldi. 9'nu alsak 36. Mayda 2. Endi biz peshni qo'yib bo'lgandan keyin
bir talab 0'dan düşüreverimiz. Şu vaxtda 20'ni almış, 24'ge bölüp etsek 5. Çıktı bütün san cevabı 3 bütün 1000'dan 395. Endi 10'luk kesirni 10'luk kesirge bölgen bir sel kichkina qiyin nimishga detsam biz 10'luk kesirge bölemeymiz. Şunun üçün bölgüçüde peşini bölündüde qanchalik bolsa şuncha sanı yötkəymiz. Məsələn 0 bütün 1555 0 bütün 100'den 15'ge bölüş üçün biz 10'luk kesirge bölemeymiz go. Şu vaxtda nimeyi qaraymiz. Tak, bölünüp atqan san 100'den 15. 5'ten keyin 2 san bolğandan keyin 5'ni 1 2 dep 2 sany ýötkäýetmiz. Meýdim 1 2 ýötkäretsek qaldy 55 bütün 10'dan 5 bölüngen 15. Bu endi bütün sanyga böleleymiz. Şu wagtda da 55 bütün 10'dan 5'ni 15'ge bölsek 5'i de 3'ten bermez. 45 düşüdi. Endi 10 qaldy. Meýdi bütün san bütgendiki meýdimi bütgendan keyin 3'ten keyin peş goýýarmyz. Unutgamanglar. Endi 5'ni 3 etsek 7 как раз boldy ki 105 evitimiz 0. Şu cevabı boldy 3 bütün 10'dan 7. Endi bu şu qaýdalarni japsan qaýdalap etdim. Şularni bir neçe hesapda çıqırıp görelim. Qandak düşendik. Bunu uzun hesapda berilgen ifadenin manasyny tipula dedi. Bu ýerde qaralamda qısalar boldy. Birinçisi 10'luk kesirki addi aralaş kesirken bunun ikisi ahırqısı ýanyny bizde 10'luk kesirke şunun üçün qaýsy oňay bolsa şunu çykyrsizlar. Elbette biz mektepde öğrengen boýunça birşide tırnaklar bolsa tırnaklaryň içindekini birinci emel, keyin bunu ikinci emel, üçüncü emel dep ýezip emel boýunça çykarsak boldy. Aşlak kylaýlym. 8 bütün 4'ten 3 elengan 2 bütün 100'den 25. Bir ýerde maňa muny men uje 4'ten 3'ni bilmemeýdi. Eger 25'ge köpeýtip etsek çıkıdı 8 bütün 100'den 75. Almaz 2 bütün 100'den 25'ni. Endi 10'luk kesirlerin aganda bütünden bütünni evitmiz. Meýdi sırası 6 bütün dep goýsam boldy. 75'den 25'ni etsek 50. Bunun ahırkı 0'ni yazmasak boldy. Şu wagtda birinci emel bitdi. İkinci emelde 8 bütün 100'den 9 koşulgan 4 bütün 25'ten bir. Men bazı meşede 10'luk kesir galendiriydi. Şu wagtda da meýde 25'ni 100'ge keltiriş üçün en blijaýşy sany 10'luklardan 100. Şunu da 4'ge köpeýtimiz. Süreti bilen mährejini çıkıdı 8 bütün 100'den 9 elengan 4 bütün 100'den 4. Endi almaz. Bu ýerde akuratny hesaplaňa 5 ile 70'i muny hesapdyk häminem ýaxşy 5'den keyin 2 san, 5'den keyin 2 san. Şu wagtda da oňay çykyrmyz. Bu ýerde çykydy 4 bütün 100'den 5. Ahyrky emel qaldy ki 3-nji emelde meýdi plus türtgenmi? Ýigit gapmy plus keçirýärdiňler. O çağda koşumuz, конечно. 8'ge 4'ni koşup etsek 12. 9'ga 3'ni 9'ga 4'ni koşsak 13. Meýge 13'ni şu yazmaz. Ahyrky emelde 12 bütün 100'den 13'den almaz 6 bütün 10'dan 5. Hemen ebekisi. Endi meşek memeýde 0'likni ýezip goýsam, garaňlar, ebey meslege jadwalynda tabliça bilen stolbik ýezip çykasaňlar boldy dedim. Da meýdi. Bolmasa sразу meýdi qarap, endi sizler удобно bolsa meşet hesaplaýatsaňlar boldy. Şu wagtda 3'ten 0'ny alsak, 3 özüm. Meýdi 1 qaldy, 1'den 5'ni alamaýmys, 12'den 1 bütünni almaz. 11'den 5'ni etsek 6, peş qaldy orunda meýdi 11, 11'den 6'ny etsek 5. Şu wagtda da mana jawaby 5 bütün 100'den 63. İkinci hesapta hesaplaňlar diýdi. Bu ýerde emeller bölüp edeli. Birinci emel, ikinci emel, tırnaklardaki keyin 3, keyin köpeýtilgen 4, en ahyrkysy koşulgan 5. Birinci emelni orunlaýly 1 bütün 9'dan 2'ge koşumuz 2 bütün
10'dan aldığını oyduğunu 2 qısqartıb etsek 5'ten 3 qaldı. Endi bütün sanı bütününü qo'shsak 3 bütün 9 bilan 5 o'zaro addiy sanlashning mahrajisi 45 tushidi. 9'ni 5 ko'paytib etdik. Şu vaqtda mayda 5 tushidi, mayda 9. 2 7 5 10. 9 7 3 27. 27'ga 10'ni qo'shib etsak 37. İkinci əməldə 5 bütün 15'ten 14'ten almaz 3 bütün 45'ten 37'ni. Bütünni evitmiz 5'ten 3'ni evetsek 2 bütün 15 bilan 45'ten qaraymiz məxrəci 45 çoğ san, ən çoğ 45 15'ga bölünəmdi. Hə, bölündü. Şu vaqtda da məxrəcisi 45 oldu. 45'ni 13'ga bölüb etsek 3, 45'ga bölüb etsek 1 özü. 14'ni 3'ga köpəytsək 30, 12 42, elinğan 37'ni 1 köpəytsək 37 özü. Şu vaqtda oldu 45'ten 42'den 37'ni etsək 5. Qaraymiz 5 bilan 45 5'ga qısqaraydıkən şu vaqtda da 9'dan 1 deb yazıyordunuz. Bu ikinci əməlin axırı. Üçüncü əməldə əndi 10'luq kəsrlər bolğan ki, ularni mundaq çıxartaylı 4,10'dan 2 elinğan 2,76. Hesablasıp qo'yayım bir qatım 10'luq kəsrlərdə plus minus turganda 5. 5'ni astida bo'lish kerak. Yetmegen yerga 0 qo'shib etmiz, endi almiz. 10'dan 6'ni evetsek 4, 1 qaldı, men 1'ni zanimayım. 11'dan 7'ni evetsek 4, 3'dan 2'ni alsak 1,144. 4-cü əməlini mən çaplaşdırayım. Muş çıxan 1,144'ni biz endi köpəytimiz 2,12'dan 1'ga. 1,144'ni her türlü yazalaysan. Mesela 1,144 deb aralash kesir türde yazsanglar bo'ldi. Biroq endiki amal ko'paytirilgan turgankin bizga mushu 1,144'ni 10'lik emas, noto'g'ri kesir turida yozishimiz o'ng'ay. Shuning uchun biz 100'dan 144 deb yozamiz. Aslida 100 bilan 144 2 qisqarib ketdi deb 50'dan 72 deb yazsanglar durust. Mesela yozib qo'ysanglar xato emas. Sen qarashlar sizlarga qanday ko'paytirish bo'lish, qanday o'ng'ay bo'lsa shunday chiqarishga bo'ldi. Endi 2,12'dan 1'ni noto'g'riga aylantirsak 2'ni 12 24, 1'ni qo'shib etsak 25. Shu vaqtda bo'ldi 12'dan 25. Endi 144 bilan 12'ni qisqartirsak 12, 25 bilan 100'ni qisqartsak 4. Bu yerda yana 14 bilan 12 bilan 4 qisqaradigan qoldi 3. Shu 4-chi amalda 3 chiqdi. Oxirgi 5-chi amalda ikkinchi amal mana buni chiqqani 2,9'dan 1'ga qo'shib etmiz 3 butunni. Bütün qo'ymandan javobi bo'ldi 5,9'dan 1. Endiki hisobda ko'paytirish bo'lishni o'rnini oladi. Bu yerda ko'paytirilgan turganda har qachon biz bütün sonlarni, 10'lik kesirlarni, aralash kesirlarni hammasini noto'g'riga aylantiramiz. Shuning uchun bunday qilsak bo'ldi. Masalan, 12,175'ni 12,100'dan 75 deb o'yda tutamiz. Potom deymiz 100 bilan 75 aslida 25 ga qisqaraydi. Şu vaqtida qoldi 4'dan 3. В общем 100'dan 75 sразу 4'dan 3 deb yazsanglar bo'ldi. Ko'paytirilgan mayda 25'dan 4, 1,10'dan 8'ni endi men bu yerda udobno uni 10'dan 18 yozish. Aslida men 1,10'dan 8'ni 1,10'dan 8 deb yozib olib, keyin 1'ni 10'ni ko'paytirib 8'ni qo'shsam shu chiqdi. Yoki bo'lmasa 10'dan 8'ni o'yda tutib 1,5'dan 4 deb yozib olsam bo'ladi.
Her türlü yolların köstüp atmaz. Şununla her kaçan bir naqmamikin bolammikin degan niyatda Apple boshqa şey yetkazib sizlarga. Чтобы sizlar bildinglar, что sizlarda har qachon necha yo'l borda, unda qilsanglar bo'ldi, unda qilsanglar bo'ldi degandek. Mahrajida 1,2dan birini bu yerdan только noto'g'riga aylantirib olamiz 5da ko'paytirilgan. Buni 2,100dan men тоже boshqacha yozay. Buni biz 100dan 204 deb yozsak bo'ldi. Unda yaxmisa, может быть, sizlar сразу o'yda chiqarsizlar deysizlar. Так, bu bizda 2,100dan 4, 100dan 4ni biz 4 ga qisqartib etsak 25dan 1 deb yozsam ham bo'ldi. Biroq bundan yez qo'ysam, придется вам теперь nima edim baka, mayli qolaversin. Keyin andiki amalda buni noto'g'riga aylantiramiz. Bo'lingan 20 degan demaydi. Aslida mayda 1dan 20. Shu vaqtda bo'lingan tug'anda ko'paytirilgan belgisini qo'yib, kasrni almashtirsak chiqadi 20dan 1. Bu bizda hozir 1, 2, 3, 4 etajlik kasr bo'ldi. Давайте 4 etajlik kasrni normal 2 etaj kasrga aylantiraylik. Shu vaqtda mana uzun kasr sezib olay. Причем men сразу noto'g'riga aylantiraylik. 12 ni 4 ko'paytsak 48, 3 ni qo'shib etsak 51. Shu vaqtda yozmayman. 4 dan 51. Mayda 25dan 4 qolaversin. 10 bilan 18 ni сразу o'yda 2 ga qisqartib etsak 5 dan 9. Endi buni mahrajini ko'ryapsizlar-ku. Bu mahraji buni kasr aslida bo'lingan degan so'z. Bo'lingan bilan tug'ankin ko'paytirilganga aylantirganda mushlarni hammasi ustiga chiqqanda o'rin almashib chiqadi. Shu vaqtda bo'ldi 3 dan 2. Mayda sначала aylantirib olaylik. 25, 2, 50, 51 o'rin almashtirsak 51 dan 25. Oxirgisi 1 dan 20 chiqadi. Endi qisqartganlarni qisqartaylik. 5da sizlar ровно bo'linadigan sonini desam, mana 51 bilan 51 qisqaraydi ekan. 4 bilan 4 qisqaraydi ekan. 25 lik ketdi. 9 bilan 3. Shu vaqtida 5 bilan 20 ni qisqartib etsak 4. 1. Shu vaqtida mahrajida 1 butun qolgan kasr yozmaylar. Suratida nima qoldi? 1, 1, 3, 2, 4. 3, 2, 6, 6, 7, 4, 24. Endiki navbatda hisoblanglar. Tak, bu yerda bu hisob nima ish qoldi? Men nima qo'yadigandim? Ko'z qo'yadigandim yana bir o'ng'ay yo'llarini, life hacklari bor bu yerda. Ko'paytirilgan, e'longan ko'paytirilgan, bu yerda buni birinchi amal, ikkinchi amal, uchinchi amal, 4-amal, 5-amal, 6 deb keyin 7, keyin 8 yozsanglar, 8 amal bo'lib ketibdi. Bu yomon uzun, shuning uchun bu yerda sal boshqacha qilamiz. Unda deymiz. Buni birinchi tirnoqda har ikkisi 9 bor ekan. Shuning uchun 9 ni umumiy deb tirnoq teshig'iga evasak, mayda qoldi 25 e'longan 15. Ikkinchi skobkada qarasak, bu yerda 9 9 o'xshaydi. 9 ni evalmiz, tirnoqning teshig'i qoldi 25 qo'shilgan 15. Endi bo'lingan 8100 da bekin dedim, buni kasr deganimiz bo'lingan degan so'z. Shu vaqtda bo'linganning o'rniga kasr sizib 8100 ni yozib olamiz. Bu yerda сразу 9 7 9 81 8100 qisqarsak 100 bo'ldi deb yozib qo'ysak bo'ldi. Shu vaqtda 100 dan 25 ni 15 dan olsanglar 10 qo'shsanglar 40. Endi bu yerda 0 0 0 0 ketsa, всё. Shundoq 8 amallik hisobni chapsan chiqardik. Yana bir hisoblar bundoq bo'lishi mumkin. Bundoq bir ifodaning ma'nosini topinglar. Agar c bundoq super strashniy son bo'lsa deganda, agar sizlar eplam 5da buni c-ni hisoblasanglar, mayda qiynalib ketsizlar. Bunday hisoblarda berilgan ifodaning ma'nosini topinglar degan hisoblarda 5da
Onu berilgen ifadeni hesabını ixchamlab olishimiz kerak. Qaranglar, hamiyat C bo'lgandan biz просто bunu sonlarni opet C'ni umumiy deb chiqarib etsak, ko'paytgichini. Qoldi 4 dan 3 qo'shilgan 6 dan 5 elingan 1,12 dan 7. Endi hesaplaymiz. Plus turgan kim onu ikkisini bo'lishida mayli hisoblab etsak, 6 bilan 4 ning maxraji. Yan bir yo'l kesib beraylik. 6 i 4. 6, 4 her ikisi 2'ye bölündü. Şu vaqtda bunday yozib olsanglar bo'ldi-da, o'zinglar. Az buni sonlar o'ng'ay sразу topa olasizlar. No, sal uzun bo'lganda biz cho'ngaroq sonlar bunday qilamiz. Her ikkisining umumiy ko'paytgichisini topamiz. 4 i 6 her ikisi 2'ye bölündü. Şu vaqtda 4 degan 2'ye 2, 6 degan 2'ye 3 devamımızda. Yani məxrəcini tepiş üçün qaraymiz. 2 o'xshash bo'lgankin можно или 4 ni 3'ga ko'paytishga, joqda 12 chiqadi. Yoki bo'lmasa 6 ni buni 2 ko'paytsam тоже 12. Joqda məxrəci 12 deysizlar. Endi bölimiz 12 ni 4 ga bölsək 3, 6 ga bölsək 2. Qaldı 9 qo'shilgan 10 sразу 19 deydi. Endi 19 ni 12 ga bölib etsanglar 1,12 19 ni 12 ni etsanglar 7 qoldi. Minus 1,12 dan 7. Xo'p, qana yaxshi ikkisi o'xshab qoldi. Shu vaqtda bizda chiqdi. C ko'paytirilgan 0 ko'paytirilgan C deb yozsak bo'ldi. Shu vaqtda 0 chiqdi. 0 chiqqandan keyin bizda уже C'ni hisoblashning hojati yo'q. Sababi любой sonni 0 har qanday sonni 0 ko'paytsanglar 0 o'zi chiqadi. Bo'ldi, shuning bilan biz oddiy va o'nliq kasrlar ustida amallar mavzusini qaytlab bo'ldik. Savollaringlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar.